AQShga borish uchun viza olish borgan sari qiyinlashib boryapti. Oldinroq Green Card berish vaqtincha to'xtatilgandi. Endi esa AQShga viza olish uchun $15,000 gacha garov puli to'lash kerak. 6-yanvar kuni AQSh davlat departamenti fuqarolari viza olishda garov puli qo'yishi shart bo'lgan mamlakatlar ro'yxatini 38 taga yetkazdi. Ularning asosiy qismi Afrika davlatlari. Markaziy Osiyodan Turkmaniston, Qirg'iziston va Tojikiston ham bu ro'yxatda bor. Endi bu qo'shnilarimiz AQShga kirish uchun biznes yoki sayyohlik, ya'ni B1, B2 vizasini olishda $5,000 dan $15,000 gacha garov puli qo'yishi shart. Lekin bu garov puli AQSh vizasini kafolatlamaydi. Agar viza rad etilsa yoki viza egasi uning shartlariga amal qilganini isbotlasa, mablag' qaytariladi. Garov puli qo'ygan barcha viza egalari AQShga faqat belgilangan 3 ta aeroport orqali kirish va o'z vaqtida chiqib ketish kerak. Bundan tashqari ular AQShga borgach maqomini o'zgartirishi mumkin emas, aks holda puli qaytarilmaydi. Rasmiylar ushbu garov puli vizani suiiste'mol qilib AQShda qolib ketmaslik uchun samarali ekanini aytmoqda.